ko'krak qafasini og'riqlariga sabab bo'ladigan eng ko'p patologiyalar bular yurak qon tomir sistemasining kasalliklaridir. Lekin ayrim shunday ortopedik kasalliklar borki, bu kasalliklar tufayli bemorlar ko'krak qafasidagi og'riqlardan uzoq vaqt aziyat chekib yashaydi. Bu kasalliklar qanday kasalliklar? Bizga ma'lumki, ko'krak qafasini nospesifik og'riqlarga sabab bo'ladigan kasalliklar bular Titse sindromi, Costa-Chondrit, ksifodiniya va qovurg'alarning sirpanish sindromi hisoblanadi. Bu kasalliklarni aytishimizdan oldin bularga olib keluvchi xavf omillari haqida qisqa gaplashamiz. Bu xavf omillari ko'krak qafasida o'tkazilgan jarohatlar, fizik yuklamalar yoki og'ir ish sharoiti, intensiv sport mashqlari bilan shug'ullanish, yuqori nafas yo'llarining infeksiyasi, gipovitaminoz va gipermobillik holatlari, osteomalatsiya va osteoporozning borligi. Bu xavf omillarini natijasida qovurg'alarning tog'ay qismi va tush suyagiga birikadigan joyda yallig'lanishli destruktiv degenerativ o'zgarishlar yuzaga keladi. Natijada og'riq va harakat cheklanishlar paydo bo'ladi. Titse sindromi. Bu kasallik ko'krak qafasini nospesifik og'riqlariga eng ko'p sabab bo'luvchi qovurg'alar xondriti hisoblanadi. Bu bitta va bir nechta qovurg'alarni tog'ay qismini to'shga kelib birikkan qismida aseptik yallig'lanishli kasalligi hisoblanadi. Kasallik asosan 2-3 qovurg'alar sohasiga to'g'ri keladi. 80% holatlarda kasallik bir tomonlama bo'ladi. Bu kasallik mehnatga layoqat yoshi, ya'ni 20-40 yoshlarda ko'proq uchraydi. Kasallikda ko'krakni tush sohasiga birikkan sohalarda og'riq yuzaga keladi. Og'riqlar yelka bo'g'imiga va qo'lga uzatilishi bilan ham xarakterlanadi. Yuklama berilganda va yo'tal aksi urgan vaqtda og'riqlar kuchayadi. Ko'krak qafasini yuqorida aytilgan anatomik uchastkalarini palpatsiya qilganda og'riqlar kuchayishi kuzatiladi. Keyingi patologiya Costa-Chondrit. Bu kasallik odatda 2-5 qovurg'alar sohasida uchraydi. Tush sohasiga birikkan qismida bitishma sohasining aseptik yallig'lanishi hisoblanadi. Kasallik o'tkir kechadi va bir tomonlama kuzatiladi. Bu kasallikda ham shu sohada og'riqlar yelka va qo'llarga uzatilishi bilan xarakterlanadi, lekin bu kasallikda shish kuzatilmaydi. Ksifodiniya tushni pastki qismida xanjarsimon o'sig'ini yallig'lanishi hisoblanadi. Bunda shu sohada og'riq yuzaga keladi. Og'riqlar to'shni yuqori sohasiga ham tarqaladi. Xanjarsimon o'siq sohasi palpatsiya qilinganda kuchayadi. Sirpanuvchi qovurg'a sindromi. Bu holat odatda qovurg'a ravog'i ostida bel sohasiga tarqaluvchi og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Harakat va nafas vaqtida qovurg'alar ravog'i osti sohasida sirpanish hissi yuzaga keladi. Og'riq ham kuzatiladi. Kasallik bir tomonlama xarakterli bo'ladi, ba'zan qovurg'alar aro nerv nevralgiyasi ko'rinishda ham namoyon bo'ladi. Ko'krak qafasidagi bu patologiyalar quyidagi kasalliklar bilan diferensiatsiya qilinadi. Yurak qon tomir sistemasining kasalliklari bilan, o'pka kasalliklari, plevritlar, o'smalar bilan, ovqat hazm qilish sistemasining kasalliklari bilan, ezofagit, oshqozon yarasi, xolesistit bilan, miofasial sindrom bilan, fibromiyalgiyalar va qovurg'alarning sinishi bilan diferensiatsiya qilinadi. Kasallik odatda travmatolog ortoped mutaxassislar tomonidan davolaniladi. Davolashdan oldin kardiolog yoki terapevt konsultatsiyasi muhim hisoblanadi va davolash quyidagilardan iborat. Nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalarni tizimli qo'llash, glyukokortikoid dori vositalarini zararlangan joyga mahalliy inyeksiyon terapiya o'tkazish, qovurg'alar aro nerv blokadalarini o'tkazish, fizioterapevtik davo muolajalari. Agar yuqoridagi davo muolajalari yordam bermasa, jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Zararlangan qovurg'alar sohasini rezeksiyasi va ksifoid ektomiya amaliyotlari bajariladi. Agar sizda yuqoridagi holat yuzaga kelsa, albatta kardiolog mutaxassis ko'rigidan so'ng ortoped travmatolog mutaxassisga murojaat qiling. Rahmat.